juda ko'p narsani berkitgansan. Men senga Aytganimning aytaman. sababi bo'lgan aka, sekin aytib boryapman. Hali hech kim bilmaydi, siz bilgan narsalarni aka. Men masalan sani siringni men birovga aytgan Yo'q. bola emasman. Qani hozir siz mendan kechaveryapsiz aka. Qanday Ma- kechasiz? Men qayerga juda boraman? ko'p- Kimni bosh juda yelkasiga ko'p- boshimni qo'yaman hozir. Juda ko'p marta seni ko'tingni yopib yubordim. Mayli u bilan, mayli bu bilan. Ey, seni yomon deganda ham men yaxshi deb turganman. Qo'yinglar, Yo'q, unaqa bilaman qilmanglar. aka. Meni yomon ko'pchilik yomon ko'radi. Chunki kimdirlar qilgan natijani men birdaniga bilmasdan qilib qo'ydim. Unga Alloh berdi. Ochligimda yonimdan turdi. Hozir bir ikki so'kib, yo'q bu ketsa, nima ketaversam, men qanday siz menga ilanishingiz kerak. Aka, iltimos akajonim. Men sen Kechiring aka, men nimaga elanaman? akajon. Men senga nimaga elanaman? Men seni hozir agar kechiradigan bo'lsam borku, belas bir inson Qanday bo'lib aka? qolaman. Bilav, Men qaysi uchun qilyapsiz aka? Qaysi uchun qilyapsiz aka? Men juda oddiy prosta insonman siz uchun aka. Nima deganing? Mana hamma prosto inson. Yo'q, shunchalik siz uchun men bir yaqin narsa emasman, shuncha narsa aka. Eshitaman, assalomu alaykum. Muhidin aka. Nima? Aka? Tog'im akam o'zi. Arslon akam. Unday qilmang aka. Yaxshimisan? Jaziragam yozibdi, bo'pti. Men senga aytaman, meni oldimga boshqa kelma uka bo'ldi. Omadingni bersin. Ha, kirib ket. Muhidin aka. Oxirgi gapim. Muhidin aka. Yaxshimi o'rgilib? Bo'lsa beraversin Yusufxon Bo'ldi. Muhidin aka. Falakaga o'tdimi? aka. Muhidin Sog' aka. bo'linglar. Aka. Men senga aytdim Yo'q, oxirgi bo'lmasa. gapim. Avvalam. Jaziragam yozildi o'sha. Yo'q a. Ha bo'ldi. Ketdim aka, bo'lmasa. Bo'pti.